Assalomu alaykum bo'stonliklar. Ko'rib turganinglar markaziy masjidimiz va buni ro'parasida joylashgan KFC xona ochilibdi yangi. Bu yerda boshqaryapti turgan mana o'zimizni tanish, ko'rsalaring bittada tanisizlar. Taran Umidjon. Qalay bo'lyapti? Normalmi? Yaxshi ketyaptimi? Ko'rsatingchi mahsulotlarni. Mahsulotlarimiz bugun erta bilan pishirib sotilgan, mana shu tugadi, mana shu qoldi, xolos. Olovga shu yaxshi ketyapti. Lekin mazalari ham zo'r, xalqqa yoqyapti. Ko'pchilik narxini aytmaydi. Narxi necha pul? Narxi 90 ming so'm. Puliga yarasha yana solib berilaveradi. Ishlarimiz hamma akkuratli. Toza. Mana yangi chiqqan pechlar zamonaviy, mana oddiy nimalarda pishirilmaydi. Mana shular pechda pishiriladi. Havo orqali, nima orqali? Ko'rdim buni men, shaharda ko'rdim. Yaxshi ekan. Akkurat. Kelaverasizlar. Hozir Manzil Manzil Bo'ston tumani Jome masjidining ro'parasi, bozorda dehqon bozorimizning kirish qismi birinchi do'kon. mana bu Sharxon pita deyiladi. Bu Sharxon pita. Vokzalga kirish. Vokzalga kirish. Bu tomon Andijon shaharga chiqib ketish. Andijon shahariga kirish. Kelaverasizlar.